Do'stlar, meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Bizning qishlog'imizga zombilar hujum qiladi. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, 1 yil oldin ham qishlog'imizga zombilar hujum qilgan edi. O'sha video oxirida qishloqqa aytganidek, bu safar 4 ta fazadan iborat bo'ladi. Oson, o'rtacha, juda ham qiyin va ilojsiz. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Men va qishloqi. Qishloqi ishkal, uyimizni himoya qilishimiz kerak. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Xo'sh, sen meni eshityapsanmi? Jim tur, o'zimni quvontirish bilan shug'ullanyapman. Qishloqi, hozir o'zingni xursand qilishni vaqti emas. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Ana u tarafdan kechasi bostirib kelishadi. Nima? Allaqachon 1 yil o'tib ketdimi? Ha, qishloqi o'tdi. Bugun bizning qishlog'imizga juda ham ko'p zombilar hujum qiladi. Shuning uchun biz mustahkam qala qurishimiz kerak. Xullas, qishloqi, qalani bir tarafini sen qurasan, bir tarafini men quraman. Shunda tezroq bo'lamiz. To'xta, mana bu uchala anchadan beri hech kim yashamaydi. Kel, shuni o'ramaylik. Narsalarni cheksizdan olsak ham ziqnalik qilasan, ozgina joyga. Ha, mayli, aytganing bo'la qolsin. O'tgan safar qalamiz devori 3 blok edi. Bu safar esa 4 ta qilamiz. Chunki faza ham 4 ta. Bu safar qalani ozgina pastroq qilamiz, zombilarni otish osonroq bo'lishi uchun. Bittagina komanda yozsam, biz qala quryapmiz, oltin darvoza emas. Bo'ldi, vohma qilmasangchi. Yana devorlarni iloji boricha chuqurroqqa kirgazish kerak. Sababi balki ular chuqur kovlashni ham o'rganishgandir, a? Men ularni o'rnida bo'lsam, kovlashni emas, uchishni o'rganardim. Yaxshi ham ular sen emassan. Senda ishlar qanday ketyapti? Oltin darvoza degan. O'liklar yana xato qilmaydi. Xo'sh, endi mana bunday qilamiz va menimcha devorlar tayyor. Ha, ajoyib. Arti, bu safar qurayotgan qalamizga o'palik sistemadan necha ball berarding? Bilmadim, kel yana obunachilardan so'raymiz. Do'stlar, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Faqat qurib bo'lganimizdan keyin hali baholaydigan narsa ham yo'q-ku. Qishloqi yana lavali tuzoq deyapti. O'tgan safar shu lavanida deyarli mag'lub bo'lgandek esingizda bo'lsa. Bu safar men hamma kamchiliklarni hisobga olgan holda ideal versiyasini yaratganman. Mayli, yo'q ham deya olmayman. Baribir bilganingdan qolmaysan sen. Xullas, bu safar men o'zimning cheksiz IQ darajamni ishlatgan holda 1 yil tugma bosish orqali bu to'qalani lavaga o'raydigan mexanizm yasadim. Kechirasan qishloqi, menimcha sen 30 bilan cheksizni adashtiryapsan. Bekorlarni 5,5 tasini yeyapsan. Endi esa tekshirib ko'ramiz. Qani, bu juda ham chiroyli ko'rinyapti. Agar yana bir marta bo'lsak esa, ajoyib. Bu sistemaning pluslari raqibga juda ham tez yetib boradi. Qalamizni oson o'ljaga aylantirmaydi va chiroyli ko'rinadi. Ha, faqat qurilishi ancha qiyinroq ekan, ancha qiyinroq. Oxirgi marta obunachilar izohlarga qishloqqa zo'r deb yozganiga ham yil bo'libdi-ya. Mayli, adashib yozib yurmanglar yana. Tugmani bos qishloqqa. Bosdim Arti. Hammasi soatdek to'g'ri ishlayapti. O'tgan safar qala himoyasi uchun temir golemlar ishlatgandik. Bu safar esa nima ishlatamiz? Ko'proq golem? Yo'q, olmos golem. Temir golem albatta kuchli, lekin biz bugun olmoslisidan ishlatamiz. Qanday zombilarni yo'yishini tezroq ko'rib kelyapti. Faqat bittagina savol bor. Mana bu uloqtirgichlar olmos golemni ham paydo qila oladimi? Albatta, nega yo'q? To'g'ri aytasan, menimcha ham hammasi o'xshashi kerak. Menimcha bizda katta muammolar bor. 1 hour later. Va nihoyat kerakli blokni topganga o'xshayman. Mana shu bizga yordam bera olishi kerak. Va nihoyat olmosli golem. Endi esa shunchaki juda ham ko'p olmosli golemlar. Va nihoyat men dunyoni yarmini yo'qishga ulgurdim. O'zi vaqt kamligida foydali ish qilish o'rniga, aytgancha buni redstone orqali boshqarish mumkinmi? Ha, mumkin. Nima quryapsan? Bizga ko'p golem kerak bo'ladi. Nima, ikkitasiga bitta qo'l bo'ladimi? Yo'q, qo'l ushlashib yurishadimi? Ha, sen haqsan. Nega o'zim bu haqda o'ylamadim, hayronman. Unchalik ko'p golem ham shart emas. Oyoq ostida o'rinlashadi. Mana shuncha yetadi. Men bu blok qo'ygichlarni qo'yish bo'yicha professionalga aylandim. Yana mashq qilish kerak. Nima qilyapsan bu yerda? Qaysi redstone qayerga borishi adashib ketdi. Unda men senga bunda yordam beraman. Shoshilish kerak. Zombilar ham hademay kelib qoladi. Test qilib ko'ramiz. Qani ketdi. Qani golemlar Artiga qarshi hujumga. Olmos golemlar himoyasi ham tayyor. Nega o'zi tugmani bosding? Endi hammasini boshqatdan qurish kerak. Bu yana qanaqa blok?
Qishloqqa hech narsani tushuntirish niyating yo'qmi? Bitta chiroyli blok ko'rib qoldim. O'shani qo'ygandim, 4 donagina vulqonga aylandi. O'zi vaqt yetishmay turganda mana shunaqa ishni ko'paytirasan-da. Endi esa qishloqqa qalamizning har bitta burchagiga bittadan turrel qo'yamiz. Bu ketishda bizning qalamizga zombi tugul havo ham ruxsatsiz kira olmaydi. Endi bu turrel ishlashi uchun bunga mana bunday sun'iy intellekt, batareya va yana o'q ham solish kerak. Mana tayyor bo'ldi. Endi esa qurolni oddiy zombilarda tekshirib ko'ramiz. Wow, bu turrel men o'ylaganda ham kuchli-ku, bir zarbada yo'yib tashlayapti. Qal'aning barcha tomonlariga ham o'rnatib chiqamiz. La, men ahmoq zombiman. Boshim qayerga uchib ketyapti? Meni minani bosgan zombi bilan taxminan shunday bo'ladi. Nimalar qilyapsan qishloqqa? Qal'aning himoyasini kuchaytirishimiz o'zing to'g'rilaysan. Qal'aning keyingi himoyasi uchun bizga redstone'da ishlaydigan uchadigan mashina kerak. Aynan shuni ham men hozir quryapman. Mana bu yerga ikkita sliz va oxirida porshin. Mana bu yerga tayyor. Faqat bizni samolyotda yana mana bunday to'xtat. Rejadan tashqari uchish. Endi bu uchar mashinaga ikkita qanot qo'shib qo'yamiz, tayyor. Bu uchar mashinaning vazifasi hamma zombilarni sudrab tashlash. Faqat shunchaki sudrashdan foyda yo'q. Hozir shuning uchun bir nima o'ylab topamiz. Uni to'xtat. Rejadan tashqari uchish. Bo'ldi, mana bu turgan tuproqni sindirganing zahoti bu mexanizm ishlashni boshlaydi. Jang vaqtida kimdir tushib mana shu ishni o'z bo'yniga oladi. Men. Mayli sen. Bu mexanizm hamma zombilarni mana bu yerga surib keladi. Zombilarning hammasi to'g'ri mana shu yerga keladi. Bu yerda esa ularni yoqimli parvoz kutib oladi. Bunaqasiga ular tayyor bo'lmaydi. Yana mana bu tirqishlarni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Hammasi Mina portlab ketdi. bu minalarni Xitoydan olmaganmiding? Bu ham chet elniki. Tushunganga o'xshayman nega portlaganini. O'tgan safar qal'adan rosa yiqilib tushdik. Shuning uchun qochish yo'li qilamiz. To'g'ri aytasan, yana uchar mashinani ham shu yerda ishlatib yuborish ancha oson bo'ladi. Ko'rding, IQ cheksizda. Muhimi bu yo'l haqida zombilar bilib qolmasligi kerak, yo'qsa tamom. Biz yetib keldik. Endi esa barcha devorlarni temirdan qilish kerak. Va yana zombilar ham kira olmasligi uchun bu yerga temirdan eshik o'rnatamiz. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Qani, hammasi ishlayapti bittada. Xayron kompas, sen qurgan narsa bittada ishlasa. Lekin nimaga ishlamayapti? Agar mana bunday qilsak-chi, endi tekshirib ko'ramiz. Vo, hammasi ishlayapti. To'g'ri, zombilar ham kuchayyapti, lekin biz ham o'tgan safar qilgan xatolarimizni to'g'rilayapmiz. Lekin bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Aytgancha, pastdan qanday qilib ochamiz buni? Muammo emas, sen bilan redstone dahoz turibdi. Qara, o'rgan, mana bunday yo'lay qilib olasan, keyin bo'lsa bitta blok, bitta redstone, bitta blok, bitta redstone, bitta blok, bitta redstone. Keyin esa ishonmaysiz, blok va redstone. Endi esa tekshirib ko'ramiz. Qani boschi? Bunga medium aqlim yetardi. Endi shunchaki avraqa. Seni sinab ko'rdim. Endi esa qala tepasiga ko'tarilish uchun bizga lift kerak. Qandaydir iloji bo'lsa o'tgan safargidan ham tezroq va bizda bitta g'oya bor. Qishloqqa ko'rsat hammaga. Hozir. Qishloqqa bittagina uloqtirgich yetishiga ishonching komilmi? 100%, 200%. Xo'sh, yaxshi, unda tekshirib ko'ramiz. Ishlamayapti-ku. Bo'ldi, to'g'riladim. Qani ko'raylikchi, yetarlicha balandlikka o'ta olarmikan? Albatta o'tadi. Uloqtirgichlarni ko'paytirish kerak. Ikkinchi urinish tekshirib ko'ramiz. Bu nima edi? Sen ham eshitdingmi? Ha, eshitdim. Bu yana nimasi bo'ldi? Zombilar hujumga o'tdi shekilli. Bo'lishi mumkin emas. Ha, bu meteoritga o'xshaydi. Yaxshiyam qalamizga tushmadi. To'g'ri, bizda qani zombilardan himoya uchun meteoritdan emas. Endi esa zombilar kelgan zahoti bizga avtomatik aslaha kiydiradigan matoh kerak. To'g'rirog'i esa kichik bir mexanizm. Uloqtirgichlarni joylashtiramiz, ularning ichiga esa bittadan aslaha solamiz. Endi esa ishlashi uchun redstone qo'yib chiqishimiz kerak. Umid qilamanki, to'g'ri qilyapman. Ha, mana bu yerga blok edi, demak, mana bu yerga ham blok bo'ladi. Bo'ldi, endi hammasi ishlashi kerak. Va buning hammasini shunday dahshatli qoldira olmayman, shuning uchun o'rab chiqamiz albatta. Bu yerni ham iloji boricha yopamiz. Tayyor bo'ldi. Yana qishloq uchun ham aslaha solib qo'yaman va mana bu yerga dastak yoki tugma yaxshiroq bo'ladi menimcha. Bo'ldi, avtokintirgich 5000 tayyor. Bizda muammo bor. Bu narsa osmonga uchirish vaqtida o'ldirib yuborar ekan. Ha, unda boshqacha qurish kerakmi? Menimcha bu ham yordam bera olmaydi. Boshqacha chiqish usuli o'ylab topishimiz kerak. Vo'g'ma qilmasang-chi, oldin tekshirib ko'raylik. Mana o'xshadi. Kreativda ekanman. Menda yaxshiroq usul bor. Yaxshisi mana bu yerga kel, blok qo'yamiz, uni ustiga rels ustiga vagoncha bloklar sindiramiz. Xuddi shu ishni esa yonidan yana bir bor qaytaramiz. Blok, ustiga esa rels va vagoncha blokni sindiramiz. Hozircha bundan qanday ko'tarilish mumkinligiga tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir hammasi aniq bo'ladi va oxirgisi tayyor. Men tushundim qanday chiqish kerakligiga. Faqat bu salgina noqulay va umuman tez emasga o'xshayapti. Yo'q, bu tez usul. Faqat ozgina mashq
mashq qilish kerak. Qara, mendan o'rgansak bo'lmaydimi? Birinchisiga o'tiramiz, ikkinchisiga, uchinchisiga, to'rtinchisiga mana shunaqasiga tezlikni oshiraveramiz. Ko'ryapsanmi qanchalik tez? Yaxshi, bo'ladi. O'zi ham qalamsan, qala chiqdi. Izohlarda yozib qoldiring. Shu qala yaxshimi yo bir yil oldingisi yaxshimidi? To'g'ri aytasan. Birinchi faza. Arti, menimcha ular shu yerda. To'g'ri aytasan. Quyosh botdi. Ular bir soniya ham kutib turishmaydi. Hoziroq qal'aning tepasiga olg'a. Tashqarida bizni yuzlab zombilar kutyapti. Olg'a! Bir soniyani ham yo'qotib bo'lmaydi. Qani tezroq ko'taril. Men ham hozir orqangdan chiqaman. Qani tezroq. Xato qilmasdan tezroq chiqish kerak bo'ldi. Qani zombilar shu yerdami? Nima? Bu birinchi fazami hali? Ha, bu safar ular ancha ko'proq bo'ldi. Narsalarni olsang-chi. Nimani kutyapsan? Bu yerga kel. To'xta, oldin aslaqalarni olaylik. Qani tur. Men tugmani bosaman, qani bo'ldi. Aslaqalar bizda. Endi qurollarni, granata hammasini olamiz. Qani. Zombilar devor tagida buzishga yo'l qo'ymaslik kerak. Ot hammasini. Men uchar mashinani ishlatishga ketdim. Yaxshi, men unda hammasini bir joyga to'playman iloji boricha. Ko'pini cheksizlikka qulatish uchun mana yo'qyaptimi? Qurol, aslaqa, granata hammasini teja. Ular bizga keyin kerak bo'ladi. Bularni uchar mashina bilan hal qilamiz. Men seni tushundim. Iloji boricha ko'prog'ini bir yerga to'plashga harakat qilaman. Hammasi bo'shliqqa tushishi uchun. Uchar mashinani ishga tushirdim. Birinchi faza bo'lishiga qaramasdan juda ko'p jon olishyapti. Namuncha ko'p bo'lmasanglar. Arti, bular bizni o'rab olishdi. To'g'rirog'i men o'rab olishdi. Qo'chlarga yaramasdan hozir o'ldirasizlar-ku. Fly mashina. Hop, men tirik qolganga o'xshayman. Uchtagina jon qochishim kerak. Arti, rejamiz o'xshayapti. Hammasini sudrab kelyapti. Bu ahmoq zombilar bir-birini otib tashlayapti. Bu bizga foyda. Yana ozgina qoldi. Kela qolinglar zombilar, sizlarga mana bu yerda kichik sovg'a bor. La'natda shoshilib qo'ydik. Hammasi yondan o'tyapti. Yo'q, qulayapti ham. Iloji boricha ko'prog'ini bo'shliqqa tushirish kerak bo'ldi. Juda ham ko'p zombilar tushib ketdi, lekin men ham tushib ketdim, la'natda. Hech qisi yo'q, qishlog'i muhimi ko'pchiligini yo'q qildik. Endi qolganini bemalol o'qlar bilan ham yo'q qilsak bo'ladi. Xo'sh, yo'qyaptimi? Qo'rg'oshining ta'mi sizlarga juda yoqqanga o'xshaydi-ya. Yana kerakmi? Mana olinglar. Hammangni yo'yaman, orqadan hujummi? Xo'p, menimcha birinchi faza tugaganga o'xshaydi. Tasavvur ham qila olmayapman 4-fazada nima bo'lishiga. Ikkinchi faza. Ikkinchi faza boshlandi qishloqqa. Qani ko'raylikchi qancha zombilar nima o'tkazib bor. 4-fazada ham buncha emasdi ular. Nega ular bunchalar ko'p? Ularni ochishga ham qo'ymayapti-ku. Agar reja bo'yicha harakat qilsak, hali ham yutishimiz mumkin qishloqqa. Nega bunchalik ko'p otishadi? Turinglarni ishlatish vaqti yetib keldi. Ha, qishloqqa sen haqsan. Turinglarni hozirroq ishga tushirish kerak. Qani ishlar, yo'y hammasini. Bo'ldi, boshladi, yo'y tashla. Har bir zombida qurol borga o'xshaydi. La'natlar bo'lsin. Buncha ko'p devorni tagida bular sindirmoqchiga o'xshaydi. Men granata ushla. Granatani qanaqa otyapman? Odamga o'xshab otsam bo'lmaydimi? Qanday butuvani vaqtdak bo'ldi. Portla yaramas, hammangni portlataman. Ha, yo'qmay qoldimi endi? Bizni qishlog'imizga hujum qilish shunaqa bo'ladi. G'ijimtoylarni portlat, granatani ayama. Xuddi shunday ham qilyapman. Portlatamiz hammasini. Portla yaramaslar. Birinchi faza buni oldida hech narsa emas. Hammasini parchala, bu cho'chqa zombilarmi, boshqa zombilarmi, parchala hammasini. Qani bu yerga kelsang-chi ham mana. Bo'ldi, menimcha tugatganga o'xshaymiz. Meni sen o'ldirding. Endi zombiga o'xshamay ket. Ikkinchi faza ham tugadi. Endi uchinchisiga tayyorlanish kerak. Bu qo'limizdan keladi, Arti. Uchinchi faza. Rostini aytsam, qishloqqa men hattoki pastga qarashni ham xohlamayman. Bu sariq gigantlar nima bo'ldi? Lazerdan o'tyaptimi? La'nati, bular zombi ham emas-ku. Arti, ishlar bacha bu maxluqlarga lavaga ta'sir qilmayotganga o'xshaydi. Bu la'natlarni otib ham bo'lmayapti. Shunchaki chiqsam ilma teshik qilib tashlashyapti-ku. Mana bu yerdan o'tish mumkinga o'xshayapti. Qani yaramas, yo'q bo'lmayapti. Unda granata bilan, hammangni granata bilan portlataman eshaklar. Ehtiyot bo'l, o'lib qolma. Harakat qilyapman qishloqqa. Yaramaslarni albatta yo'q qilamiz. Nima raketa o'tyapsizlarmi? Bular menimcha ustimizdan kulishyapti qishloqqa. Ana u qora kiyganlar raketa o'tyapti. Hozir uni hal qilish ko'rinib ko'raman. Nima? Sen qancha kerak sen yaramas o'ldirishga? Mening ham shu cho'chqa to'g'ri keldi. Yo'q, bir nima qilishimiz kerak. Devorni buzishga qo'ymasak, bemalol o'ldirishimiz mumkin. Otaver u yaramaslarni. Sen haqsan, bizda boshqa chora ham yo'q. Golemlarni 4-fazaga olib qo'ymasak, aniq tamom bo'lamiz. Qora kiyganlar lavada yo'larkan yaxshi, bo'lmasa o'shalar o'ladi.
Ha, butun faza uchun bitta yaxshi yangilik. Hammasini portlatamiz. Portlat hamma yaramaslarni. Ma, yo'qmayaptimi? Unda yana o'taman. Yo'qmasa yaxshi-ku. Raketa otmay kelgunlar, portlat hammasini. Qishloqqa men ularni maydalayman. Oldinga tushib maydalayman. Qochdim. Hali bor ekan, oxirgisi deb o'ylayapman. Mayli. Men qochishim kerak. Bu yerga qochaman yaxshisi. Yetolmaysizlar. Mana bu yer ochil. Qani ochil? La'nat ishlamayapti. O'ldim. Kelaver, kamayib qolishda oxirgilarni ot. Men bu yaramaslarni qurolni ko'tarib oldim. Kuchliga o'xshayapti. Menimcha tugashganga o'xshaydi. 1 yil oldin hammasi shu joyda tugagan edi. Lekin bu safar 4-faza ham bo'ladi. Tayyorlanishimiz kerak. 4-faza. Golemlarni ozod qilishga tayyor turaver. Baribir ularsiz hech narsa qila olmaymiz. Bu 4-faza. Bu la'natlar bo'lsin, naqadar ular ko'p. Faqat oldin lavani o'chirish kerak. Qishloqqa menga eslatib yubor. Biz zombilar bilan urushayotganmidik yoki chumollar bilan? Men shunchaki ularni ko'rishga ham chiqolmayapman-ku. Qanday dahshat bo'ldi bu? Golemlar olg'a! Faqat bir narsani hisobga olmabmiz. Endi granatalarni ishlatsak golemlarga ham ziyon bo'ladi. O'zinglarni qurolinglar bilan o'zinglarni savalayman, qumursqalar. Hech qisi yo'q, hozir pastda golemlar shusiz ham qolmaydiganga o'xshaydi. Qishloqqa menimcha kamayganga o'xshaydi. O'ylanadi, bo'ldi gaplarini qaytarib oldim. Qo'q hammasini. Qo'rqyapman, bular chiqishga ham qo'ymayapti-da. Bu haqiqiy dahshat. Qishloqqa barini yo'yib tashlashimiz kerak, ot hammasini. Nima qilib bo'lsa ham to'xtatishimiz kerak bularni. Albatta qishloqqa, albatta, faqat bular chiqishga ham qo'ymayapti-ku. Bu tarafda ham bormi? Bo'lsa men bularni hal qilaman, o'l qilaman. Yaramaslar. Hammangni o'zimni miniganimda parchalab tashlayman. Senisi yana nima bo'ldi, o'ylanadi? Nega bunchalik ko'p cho'rilyapti? Bu yerga kel yaramas, balki senga bioqurol yoqar. Ma, portla hamma yaramaslar. Mana bundan antatib ko'r. Qaysi biri hammasidan bor. Senga ham topiladi eshak. Menga ham orada yordam ber. Voylanadi, bularni oxiri ham ko'rinmayapti-ku. Hozir o'ldirib tashlashadi. Hozircha qurolimizga o'q yetarli. Shuning uchun otaveramiz va jonni to'ldiraveramiz. Shunday aylantirib ishlayveramiz. Ha, bizda boshqa chora ham yo'q. Chekkadagi turellarning ham o'qlari allaqachon tugagan. Menimcha bor granatalarni olish vaqti yetib keldi. Hammasini ot, hamma granatalarini parchalab tashlaymiz bu yaramaslarni. Ha, hammasini portlab, yo'q qilamiz. G'ishlab. Ancha kamayib qolishga o'xshaydi. Qani, to'xtamaymiz. Biz taslim bo'lmaymiz. Eng muhimi oxirida mag'lub bo'lmaslik kerak. Granatadan yesang yaramaslar. Qani, yana bormi? Mana senga 3 ta birdaniga. Yana bir nechta qoldi, undalaymiz. Ha, yaramas. Qurolimiz bir xilga o'xshaydi. Ko'ramiz kim yaxshiroq otarkan. Bu yerga keldi, yo'q qilaman men seni. Parchalayman sen yaramasni. Xo'p, yordam uchun rahmat. Doim tayyorman. O'lsangchi nechta joning bor, yaramas. Shunaqaga o'xshaydi. Bo'ldimi? Nahotki bu oxirgisi edi? Qishloqi, menimcha biz buni uddaladik. Va nihoyat. Seningcha ular yana qaytadimi? Qishloqi, ular 2 marta ketma-ket mag'lubiyatga uchrashdi. Menimcha ular endi 1 yil kutib o'tirmaydi. To'g'ri. Va nihoyat quyosh chiqyapti. Bu quyosh chiqishi uchun juda ham ko'p kurash qildik. Ha, to'g'ri. Faqat meni bitta savol qiynayapti. Nega haligacha hech kim obuna bo'lmadi? Ha do'stlar, kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Axir bu qiyin emas. To'g'ri.